Aleyküm esselam, esselamu aleyküm. Mening mush gapimni topqa yo'llab qo'ysangiz bo'ladi. Azroq gap qilib beray. Menimi sizni shaytonga selib tillab ketganga o'xshash tillab ketsa, tillab ketaversin. Ham ular meni tillashdanmi to'xtadi. Yuzi qilin bir narsaga gap o'tmaydi ekan buningga deyish mumkin. Lekin gap o'tmayotgan odam menmi yoki ularmi desa, gap o'tmayotgan odam ular. Nima uchun ularni gap o'tmaydi deymiz desa, ular Qur'onga iymon keltirgan. Qur'onga iymon keltirib, Qur'onning oyatini o'ttirib qo'yib bersangiz, shu oyatda uchuq mazmun chiqib turibsa, uchuq oyat bir narsaga hukm berib turibsa, uni tushunamagidek, bilanmagidek, yana ahli ilmlarga, olimlarga sunmisi bo'lmagidek darajada emas, sunmisimi bo'ladigan, o'zimiz oddiy bir odamni tushunalaydigan, bilalaydigan oyatlarni ashlarga tashlab bersangiz, bular bu Qur'onga iymon keltirib turib, u Qur'onning o'sha oyatlariga unimaydi. Masalan, Sura Araf'ninki 187, 188 oyatlari va uningdan boshqa oyatlardimi, boshqa suraning oyatlaridami qiyomatning qachon bo'lganligi to'g'riliq u payg'ambarning bilmaydiganligi, g'aybni bilmaydiganligi to'g'riliq ochiq oyatlar bor. Sura Araf'ning 187-oyatida ular senden qiyomat to'g'riliq so'raydi. Qiyomatning qachon bo'lganligini Parvardigorim o'zi biladi degan. Seningmi bilmaydiganligingni deydi. Seningmi bilmaydiganligingni nurg'un odam bilmaydi deydi. Uni senmi bilmaysa, seni biladi deb o'ylab qoladi deydi. Qiyomatning qachon bo'lganligini, uning ushtum tut bo'lganligini Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Peygamberler mi bilmeydi. Hiç kim zaten. Hiç kim bilmeydi. Perişteler mi bilmeydi. Peygamberler mi bilmeydi. Şu periştelerge şu kıyametini başlaydığı vakitte özünün vazifesini Allah bergen çağda şu bildi. Bulmasa o şu bilmeydi. Hiç kim bilmeydi. Hiç kim bilmeydi. Lekin bularınki bu ayetki unmaslık sebebi ne mi dese, bu kıyametinin alametleri degan nurg'un mush qiyomat to'g'riliq yezilgan hadislar intayin ko'p. Aşu hadislarni o'qib yetilgan bo'lgandan keyin, ashuni din deb o'qib olgan bo'lgandan keyin, Qur'on uchuq shu hadisga qarshi, shu hadis bilan o't bilan suvdek chiqadigan hukmni Qur'on berib turibsa, ogohlantirib turibsa, uningga ular din deb o'rganib olgan bo'lgandan keyin, mingisiga quyilib ketgan bo'lgandan keyin 30 yillik, 40 yillik hayoti shu bid'atni, shu xurofotni, shu yo'q narsani o'rganish bilan vaqt sarf qilib ketgandan keyin, umrini shuningga isrof qilgandan keyin, uningdan bir dil voz kechib, men mangulik dunyoga boraman, men 20-30 yil xatolashibdiman, men to'g'ri mangay degisi kelmaydi. Shuning bilan nurg'un oyatlarni o'ttirib qo'ysangiz, bu oyatni bunda degan bilan mayada hadisni mandaq deb hadis deb payg'ambar alayhissalomning og'ziga nisbatlab qo'ygan, Qur'on bilan aloqasi yo'q, Qur'on bilan markaziy ideyasi o'xshash chiqmaydigan, berayotgan hukmlari o'xshash chiqmaydigan bir narsalarni din deb, shuning bilan Qur'onning oyatiga qarshi chiqmoqchi bo'ladi. Amaliyotda o'zining Qur'onga iymon keltirdim men deb shu Allohning shu kitobini 6236 oyatlik shu hech kim o'z inson va jin birlashib turib uning o'qishini keltirolmaydigan, qiyomatgacha o'zgarmaydigan shu kitob bilan kitobga iymon keltirib turib, shu kitobning hukmiga zid bir narsalarni din deb e'tiqod qiladi va uning hukmini siz chiroyli o'ttirib qo'yib manda debdi desangiz, ashuningga o'zining heliqi bid'at, xurofot o'ydirilgan dinda mustahkam turish uchun va uni din qilib ko'rsatish uchun Qur'onning haqiqatiga unimasdan bir narsalarni tepib uningga qarshi o'ttirib qo'yib boqadi. Bular Qur'on bilan sizga javobni berolmaydi. Qur'on bilan siz bir narsani o'ttirib qo'ysangiz, Qur'onga iymon keltirib turib uningga unimaydi.
yoki sizning xatolig'ingizni Qur'on bilan ko'zlanmaydi. Ko'zlanmagandan keyin nima deydi desa, shu shaytondan shaytonga, dinsizdan dinsizga soladi. Tarixdan tortib, ta Odam alayhissalomdan tortib, ta Muhammad alayhissalomga kelgach payg'ambarlar qandoq arziyatlarni tatgan desa, shu payg'ambarlar Allohning dinining haqiqatini o'ttirib qo'ysa, Allohning va'yisini o'ttirib qo'ysa, shu payg'ambarlarga qarshi chiqqan mushriklar hozirgi mushlarga o'xshash. Sen nimani bilsan? Ota bobolarimiz manda degan tursa, olimlarimiz manda birlikka kelgan tursa, avliyolarimiz manda degan tursa, shayxlarimiz manda degan tursa, ahamlarimiz poplarimiz manda degan tursa, sen birdilla chiqib bizning dinimizni o'zgartib, boshqa bir narsalarni da'vatsan-ku deb payg'ambarlarni o'ldirishga sababchi bo'lgan, payg'ambarlarni yurtidan surgun qilgan, payg'ambarlarga nurg'un aziyatlarni keltirgan insonlar o'xshash. Hozir qilamdi uning bularning bak ig'ir yeri nima desa, Allohning va'yisi bo'lgan shu Qur'onga iymon keltirib turib, Qur'onni o'tirg'a qo'ysangiz, Qur'on qarshi chiqadi. Bu Allah Qur'onda bu g'aybni Muhammad alayhissalomning bilmaydiganligini ochiqdan ochiq o'tirib qo'ygan tursa, unda qolsa biz nemishki bu qiyomatning alomatlarini jiq so'zlagan narsalarni ishinib yuramiz. Hattoki ba'zi hadislar var. Shu hadislarni ashlar o'qigan. Yahudiylar bilan musulmonlar cho'ng bir urushmay turib, qiyomat bo'lmaydi degan deydi. Demak, Yahudiy bilan musulmon cho'ng bir urush qilmay turib, qiyomat bo'lmaydi desa, Sura Arafning 187-188 xilof bo'lib qoldi. Payg'ambar u qiyomatning qachon bo'lganligini biladigan, qaysi ishlar va qaysi qandoq bir voqealar bo'lib o'tib bo'lgandan keyin uningdan keyin bo'lganligini bilgan bo'lib qolmamdi. Alloh bilmaydi devatsa, bilmaydi devatsa. Bular shu gumonliq shu bir narsalarni o'qib, shundoq hadis bor ekan deb Allohning oyatlariga qarshi chiqadi. Gumonliq narsa haqni isbotlash hech narsaga arzimaydi degan oyat va Sura Najmning 28-oyati. Shu gumonliq narsalar bilan Allohning o'sha oyatlariga mana mushta qarshi chiqib, o'zining qandoq tarixdagi payg'ambarlarga qarshi chiqqan mushriklarning o'rniga tushib qilayotganligini his qilmaydi. Agar biz oyatdan sirt boshqa bir narsani so'zlagan bo'lsak, asli ular bizni shu chog'da, "Hey, Alloh manda degan tuz sen nima deyapsan?" deb to'sish vazifasi va odamlar shular. Shu dinni bilaman, o'qidim, 20 yil o'qidim, 30 yil o'qidim deyotganlar. Lekin biz Allohning oyatini o'ttirib qo'ysak, uningga iymon keltirishdan, taslim bo'lishdan bosh egib, bo'yintovliq qilib, o'zining din deb o'rganib olgan bir narsa bilan ashning qarishtirib, agar mushu joylik bilan dunyodan kesib kofir ketadi dunyodan. Assalomu alaykum. Hamidga qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi o'tam. Sizga tunigin paltaz ekan bir da'vo yo'li deb bir yo'l nima ashqa o'xshaydi bir WhatsApp'ma. Men hozir meyadiligi nimaga yomon bilasiz. Festival odam jiqma shu tugaydi. Shuning qarasam bu qiyomat to'g'riliq gap. Men shu oldirashliqda qiyomat to'g'riliq gap qilib Ilqi sizdan so'radim, oyatni avatib qo'ydim. Oyatni avatib qo'ysam, u oyatga gap yo'q. U burmunch birimlarni va bu oyatning o'ziga javob bersanglar bo'lmadi bu desam, undan keyin ikkinchi qarsam biz degan, men degan Alloh va Allohning diniga ishonma, Alloh va Allohning nimasiga ishonma deydi. Shuning bilan tamam, bo'pti, hammamiz shu dinga ishonamiz. Siz endi Allohning dini qancha, dini birmi, ikkimi desam, ustozlar javob bersin dedi. Uningga gap yo'q. Undan keyin bir gamni qarasam, ma shayton, ma dinsiz deb meni degan shundoq bir sen men dedim, meni shayton dinsiz deyishdan burun bir az Qur'on qaranglar. Qur'on
bilmegen, nima qilmagan odamlarni haqoratlashdan cheklagan. Hem Peygamber Aleyhisselam bunda hayatı bunda bir adamni bunda qilmagan, sizlar sunnatga amal qilgan odam bo'lgandan keyin o'pkamani besibinglar deb qo'ydim. Ama cevap yo'q-da. Bir adam chiqib Allohning dini bir, Allohning dini ishga emas deydigan bir adam yo'q. Men biroz aqlim bu qandoq ibodat, nimaga bu qandoq musulmonlar bular deb biroz o'ylashib qoldim. Allohning dini bir, Allohning dini ishga olib qolsa vaqtida qandoq bo'ladi? Allah razı olsun de sizden. Hamdülillah.